Voy, ishoning. Shunaqangi mazza. Hozir u nima taqib olgan deysizmi? Jigar taxminan 2 oy oldin xuddi shunaqa narsa sotib olgan edim. U ko'zni masaj qiladi. Polniy va qovoqlaringizdan tortib qosh chakkalaringizgacha qizdiradi hamda, ishoning, ko'zingizni ravshanlashtiradi. Menimcha ajinlarni ham oldini olsa kerak. Uni ustiga taqib olganingizda bor-u, kolonkasi bor-da. Miyangiz ichida mana shunaqa muzikalar aylanadi. Bir 15 minut ichida sizni uxlatib qo'yadi. Любой charchagan holatingizda bo'lsa ham. Shuni komplekti bor ekan. Uydingizga, onamizga yoki otamizga olib bersak, masaj qilishadi. Oyoqni, bosh masaji ham bor ekan. Voy. Hali bir uylanish ham shart bo'lmay qolar ekan, jigar. Bunisida takoy bo'yinlarni masaj qilasiz. Voy. Polniy badanni masaj qiladigani bor ekan. Voy. Kun bo'yi charchagan oyoqlaringizni bitta masaj qilsangiz, hamma charchoqlaringiz chiqib ketadi. Uyingizga olib bering. Ota-onamiz bo'g'in og'ruv bo'lib qolishgan, misol uchun ko'proq masaj qila olmaysiz, vaqtingiz yo'q. Shuni bitta olib bersangiz, duo qilib, maza qilib o'tirishadi. Tana orom oladi, ruh xotirjam bo'ladi deb yozib ham qo'yishdi. Hamma komplektini bitta korobkaga joylashdi. Profilini qoldiraman. Bitta zakaz qiling, jigar. Bitta ishlatib ko'ring, javobingizni aytasiz. Hozir zakaz qiling, silka qoldiraman.